Savolimga to'g'ri javob bergan odamlarga Habibi suxafrutlaridan sovg'a qilaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. O'zbekistonga qo'shni davlatlarning nomini ayting. Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Afg'oniston. Kartadan ko'rsatib bersam topa olasizmi? Topa olaymi? Rangi bilan ayting. O'zbekiston sariq. Qozog'iston yashilmi, ko'k? Yashil. Ha, yashil. Fioletoviy. Fioletoviy. Kim bilan chegaradosh bo'lyapti? Turkman deylik. Noto'g'ri, xato. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Turkmaniston. To'g'ri, kartadan ko'rsatsam topib bera olasizmi? Ranglar bilan. Yashil hudud Qozog'iston, qizil hudud och, ya'ni olovrang hudud Qirg'iziston. Binafsha rang mana bu hudud Tojikiston. Bu malla hudud Afg'oniston. Qizil Turkmaniston. To'g'ri javob berganingizga Habibi suxafrutlaridan sovg'a. Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, keyin Qoraqalpog'iston, Qoraqalpog'iston kiradi. 5 ta davlat bilan nimada qo'shnimizda? Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, yana ikkitasi qaysi edi? Hozir. Voy, esimga kelmayapti. 5. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Все. Нет, еще 2 есть. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан Да. и Афганистан. Да. Если я покажу на карте, вы сможете найти? Чего именно? Какого? Ну, эти все, которые вы назвали. Давайте. Смотри, желтое это Узбекистан, вот это Казахстан, Ну, по цветам говорите. зеленое это Казахстан, а коричневое это Кыргызстан. Нет. Красное не знаю. Hop, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston. И bitta adam boshini ayting. Bir. Ana Afg'oniston. Kartadan ko'rsatsam topib bera olasizmi? Lekin realni yutqizib qo'yishim mumkin. Masalan, bu Qirg'iziston, olovrang Qirg'iziston. Jigarrang Qozog'iston. Tamam, kichkina fioletoviy qanaqa? Shu afg'on bo'lishi kerak menimcha.